Ertagiga ano bola syurpriz svidaniya qildi. Oxirida ko'rasizlar qayerga borganimizni. Bugungi obrazimiz chiroyli shokoladni gafrirovanный rubashkadan bo'ldi. Sevdim buni. Pastimizga temniy jinsiviy bruk kiyib olamiz. Kuzning hit modalaridan biri. Chiroyli aksessuarlarimizni taqib olib, sochlarimizni yoyib olib, ba'zi kablучокlar va sumkachalarimizni olib olib, obrazimizni tayyor qilib olamiz. Yoqgan bo'lsa kommentariyada fikrlarni yozib ketinglar. Boburjon akamiz ham klassikada qo'l tashashib yo'lga otlandi. Shu yerda 360 marta qayerga ketyapmiz deb so'rasam, yetmadilar. Keyin esa vau, erga tegmagan paytim Bobur akaga hech qachon telebashniga kelmaganligimni aytgan edim. Qaranglar, esda qolib olib kelganlarini. Menga yoqmagani, restoranga kelgan bo'lsak ham kirish uchun отдельно pul to'lash kerak ekan. Chiroyli devorlarni yonidan o'tib ketib, Bobur aka Michael Jackson bilan raqobatlashib, ustidagini to'g'irlab, liftga tepaga chiqib ketdik. Akamiz stullarni surib, romantichni ujinga taklif etdilar. To'g'risini aytsam, o'zimni qanaqadir boshqacha his qildim. Sevgim yanada bu insonga oshdi. Ko'p ovqat yedik, ko'p kulishdik. Shu payt соседний stolikda yangi oila yaralayotgandi, Mary Me qilishayotgandi. Keyin meni erjonim har doimgidek valsga taklif qildilar. U yog'ini o'zlaringiz ko'ringlar. Har doim ko'zlarimda baxtni ko'rgim keladi, quvonchni ko'rgim keladi. Bilaman, bu oy misol uchun ko'p xafa qilib qo'ydim seni. Yaxshi kunlar ham bo'ldi. Hayot bular siz ham misol uchun qiziqarsiz bo'lib qolishi mumkin-da. Bular ko'p gapiraverdim, baxtli bo'laylik. Bunaqa oilani juda ham ko'p ko'raylik. 1 2 3